turganini ko'rdinglarmi? Zokir Almatov haqida gapiryapti. Yo'q, Zokir Almatov emas, Nosir aka haqida so'rayapti. Zokir Nosir haqida. Juda ham kam, yo'q. Qozoqlarning duxi bor. Yo'q unaqalar. Toshkentni o'rislar bosib ketyapti. 10 yildan beri qozoqni Rossiyada ko'rmadim. Казахи в России не работают. Yo'q, umuman qozoqlar yo'q. Qozoqlar qora mehnat qilmaydi. Ko'rasizlarmi? Mana boyiga bergan savolingizga javob. Olmota kuchlimi? Nafaqat Olmota, butun Qozog'iston kuchli hozir. Ana endi savol bering o'zingizga. Qozog'iston prezidenti qanaqa qilib shunaqa erishdi shu narsaga? Ya'ni o'zini vatandoshlarini borib Rossiyada qora ish qilmasligi uchun qandoq erishdi? Territoriyasi bilasizmi qanaqa kattaligini bizdan? Qanchalik kattaligini Qozog'istonni? Qozoqlar bor ishlatadi. Bu xalqqa o'ylaydigan bitta yaxshi xalqparvar, millatparvar bitta odam kerak. Shu kunlarda O'zbekiston xalqi juda ham muhtoj shunaqa insonga. Ishonaveringlar. Xalqqa o'ylaydigan, millatga o'ylaydigan bitta jonkuyar kerak.